do'stlar, men Qorbobo uydamanman. Xo'sh. Do'stlar, bugun biz Qorboboni uyini aylanamiz. Xo'sh, nimalar? Hamma musiqa chaladigan. Xo'sh, menga nimalar bor ekan? Channaqash. Tortlar yaxshi. Bu yerda kimlar? Qorbobomi? Salom Qorbobo. Nima? Men siz so'g'ib aytishsam, siz menga sotuvchi ekansiz. Bularni o'zachiraman. So'g'larni ochmasin. Nima bo'lgan? Xo'sh. Yo'q. Buyurmas ekan biz. Mana. Mana bu. Wow, do'stlar, xor qanday yo'g'di do'stlar, sizga qiziq bo'lsa, qanday yo'g'di deb o'ylasangiz, biz YouTube kanalimga yozib keting. Va tanga. Do'stlar, uzr. Mening ukamga ham Minecraft yoqadi, shuning uchun ukam ham Minecraftni boshqachasini o'ynayapti. Men boshqachasini, shunga videoimga ovoz eshittirib qolsa yoki biror narsa bo'lsa, endi do'stlar xafa bo'lmaysiz. Xo'sh. Qorbobo sovg'alar bor yaramas. Menga 2 tanga berdi-yu, o'zi esa 15-16 tangaga narsa sotyapti. Xullas. Xo'sh do'stlar, men videoni davom ettiraman. Qani, mana bu yerda. Yana kirishim kerak. Negroid Qorbobo mana bu. Bu yerda nima? Bu yerda ham bir dastak. Bu yerda yana bir dastakmi bu? Yo'q, chiqib kirishmadi. Xo'sh. Men bu tomon. Yo'q, qiziqyapman. Faqat shu xona bo'lmasligi kerak-ku. Hammani topdi bu. Mana. Do'stlarim, menga narsalar berishdi. U yo'qki.
Yani boshqa narsa bilishman. Mayli, boshqa oyoq deyman. Bu ham yaxshi. Onajon nega nimagaligini bilmayman. Lekin tushib ketdim. Xo'sh. Yaxshi. Wow. Tarvuzlar. Sabzilar. Nordman. Yaxshi. Tushib ketmoqchiman. Faqat просто tak men qanday tushuntirdim, просто tak yurgandim, tushib ketdimda. Shunday. Xullasida tushuntirdim. Bu iplar so'g'i ochilmas. Bu elflarning uxlash joyi va elflarning narsalarini deyman. Elfinus Dalios desam. Ochiraman. Bu ham bo'lmaskan xullas. Book va notebookning farqi nima? Bookga book deb yozib qo'yishibdi, notebookga what? Точно shu yerda sakrasa bo'lar ekan. Jonos ketkazmasdan. Book va notebook. Do'stlar, xullas men do'stlarim mana hamma joyda aylanib chiqdim. Qorbobodan birorta narsa olaman va videoni to'xtatishimga ham to'g'ri keladi. Chunki men qorbobo narsa olish juda qimmat ekan. Men tangimga bu ham bermas ekan bu. Ko'rkichimmi deyman. Bu nima? Chang bosib ketib tozalamaydi ham. Yana borbobomish. Qorbobo, bukbobo tushunarlimi? Yo'llab qo'yinglar. Menga bu bukbobo sovg'a bermadi. Kommentlarimda yozib ketinglar. Qorbobo, bukbobo degan to'g'rimi yoki noto'g'ri? To'g'ri deganlar 100 ming bor, noto'g'ri deganlar bu ham yo'q. Zam ikkalasi ham bu ham yo'q. Bo'lmasa do'stim ashi to'g'ri men ashiga o'laman. Sen xuram qorbobo esa o'lib ket. Xuram o'tma boka. Men sana qolib bu ham yo'q. Bu sandig'im ekan. Evet. Nima qilsam endi? Do'stlar, xullas men sizlarga video qildim. Endi like bosib obuna bo'linglar. Like bosmaganlar mana unday qurolli qarayaverdi. Videolarni qonni. Ana qurolli qorbobo bo'lib qolsin. Ana mijigo ikki tomonli soqolli qorbobo bo'ldi. Yaxshi like bosganlar esa menda YouTuber bo'lib ketdi. Xullas 05 kola qorbobodan 05 qarz. Shunday. Hayır 05 kola qorbobo. Bo'pti do'stlar, xullas sog' bo'ling. 05 kola qorbobo uchun 05 kola.